47 ming dollarga jihozlari, parda gilam, hamma narsasi bilan to'y qilishga tayyor. 2-3 hujra yasasa bo'ladigan mana shu hovlimiz sotuvda. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Sababi to'liq planirovkani tushunib olasiz. Demak, uyimiz Samarqand Savxoz 3-bahor ko'chaning ro'parasida, yo'l yuziga 200 metr yaqinlikda joylashgan hisoblanadi. Fasadlari ham keng, joyimizni birma-bir ko'rsatib o'taman. 4,5 sotix. Maydonga tushgan uyimizni ichlari ham juda chiroyli ta'mirlab qo'yilgan ekan. Birma-bir tushuntirish boshlasam, darvozaxonamizdan kirganingizda o'ng tomonimizda bitta mehmonxonamiz joylashtirishgan, ta'mir holatlarini ko'rib turibsiz. Undan keyin esa kattalar uchun, ya'ni ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ichida tayyor sanuzel bilan birga jihozlarini ham ko'rib turibsiz. Tayyor holatda. Undan keyin oilaviy o'tirgan mana shu besetkasini ham endi bir so'raysiz. Agar qoldirib ketsangiz yaxshi bo'ladi. Oilaviy o'tirgan bu tomonda ayvonimiz, tagida 10 tonna atrofidagi suv yumkisi bilan birga joylashtirilgan. Navbatdagi xonamiz esa uy daxliz ko'rinishli ikki xona uy va buni ham o'zini alohida sanuzeli bor. Mana shu joyi o'zigacha ikki xo'jalikka bemalol xonali yetarli bo'ldi. Bonusiga podvalni ham alohida xona qilib qo'yishibdi. Yana qo'shimchasiga oshxona alohida qurib qo'yishgan ekan. Chekka tomonimizda yozgi oshxona naveser bilan ko'rib turibsiz. Keyin katta agorotlarni ham qoldirib ketishgan. Mana bu qismimizda esa umumiy foydalanish uchun sanuzel, orqa tomonda hojatxona va oshxonamizni joylashtirib ketishibdi. Menimcha planirovka ko'pchilikka yoqadi. Kommunal tarmoqdan elektr hamda suvdan muammo yo'q. Bemalol sotib olishingiz mumkin. Narxi videoni boshlatganda 47 ming dollar. Pastdagi telefon nomerini qoldiraman. Ozgina barakasiga o'tib berishadi. Mana shu hovlini sotib olishingiz mumkin. Videoni qulay narxda tayyor hovli qidirib yurganlarga jo'natib qo'ying.